Jizzali jigar, hali bunaqasini hech kim ko'rsatmagan. Bugun siz bilan oddiy yod emas, qizib turgan dumba yog'ida jizzali jigar tayyorlaymiz. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoni saqlanib qo'ying va like bosish esingizdan chiqmasin. Aytgancha bu videoni qoni kam jigarlaringizga jo'natib qo'ying. Bu retsept bilan aniq qonligi ko'payib ketadi. Ovqatimiz yana ham to'yimli va mazali bo'lishi uchun ozgincha kartoshka ham qo'shamiz. Quruq qozonga birinchi dumbamizni solib, jizza qilib eritib olamiz va jizzalarni olib qo'yamiz. Qizib turgan dumba yog'iga jigarimizni solib 2-3 marta qovuramiz. Ko'p qovurmaymiz, dimlamaymiz. Shuni o'zida jigarimiz ideal darajada pishadi. Qovurgan jigarimiz ustiga jizzani solib, ziravorlarni solamiz. Kartoshkamizni solib 2-3 marta qovuramiz va suzamiz. Jigar yoqtirasizmi va uni qanaqa usulda tayyorlaysiz? Men ko'rsatgandek usulda tayyorlasangiz, jigardagi hamma vitamin foydalari jigarni o'zida saqlanib qoladi. Piyoz bilan qovurib dimlasangiz, unda suvga chiqib ketib foydasi kamayadi.